Endi bizning olda vatanni saqlovchilar kuni eng birinchi siratda o'sha bayram bilan barliq rayondoshlarimizni tabriklisa kela. Eng muhimi bugun mana ertaga maxsus tarbiya operatsiyasi boshlanganiga 4 yil shulay. Eng muhimi bu yilda o'sha maxsus harbiy operatsiya bitib, yigitlarimiz bizning oraga eson-sog' aylanib qaytularini tilisi kela. Bugun mana o'sha vatanni saqlovchilar kun oldindan endi bizning volontyorlarimiz yo'lga qo'zg'ala. Bek zo'r rahmat barliq rayondoshlarimizga, yo'qdoshlarga ham har bir qatnashgan bugungi mana o'sha humanitar yordamni әзерләүдә qatnashgan kishilarga, ishmakarlar, o'zimizning mana Rustam Galiyovichga, o'zining yordamchilari bilan, ishmakarlari bilan albatta barsidag'in bu әзерләнгән әйберләр машинасы да, квадроциклы да, шулай бит генераторы да, инде жылы безнең шушы киемнәр дәген, апалар пешергән ашлар дагын шулай бит күңел җылысы биреп, менә шушы ихлас йөрәктән шушындый күңел җылысын биреп эшләгән изге эшләр, инде изге Рамазан айы шулай бит әҗер саваплары булсын, егетләребезгә җиңүне якынайту өчен файдасы булсын. Шуңа күрә барыгызга да бик зур рәхмәт. Birinchidan mendagina qo'shilib yaqinlashib kelishi 23-fevralga sizni tabrik etaman barchalarni yigitlarni. Isloga barchalar yigitlarga shuncha borib qaytani, yigit qaytsinlar. Ularga bizdan zo'r etib salamni topshirsinlar.